To'g'ri bilasizlar, Samarqandda 4 yilmi 3 yil oldin tramvaylar qo'yilgandi. Hozir mikrorayonda yangi stansiyasi ochilibdi. Tramvayni juda ham dahshat, men hayron qoldim. Samarqand shahar hokimiga juda katta rahmat, shunaqa stansiya qurganiga. Mana metro, tramvay ismi chiqib ketdi. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yibdi. Ichiga kirsalaringiz juda dahshat. Mana yo'llarni o'tishlarini qaranglar, 3 ta liniya quribdi. Bu tomon Sartepoga ketadi, bu tomon Siyob bozor, yana bittasi esa vokzalga qarab ketadi. Ishlarni qaranglar, konditsioner, boshqa narsalar hammasini qo'yib qo'yibdi, qaranglar. Chiroyli. Hammasi bepul. Mana bunday kirasizlar, eshikning oldiga kelasizlar yoki Gold passajirlar uchun bor. Mana bu yerda yoki ayollar uchun alohida shunaqa qilib qo'yibdi. Chiqamiz, bemalol chiqib yana ketaveramiz. Absolutni bepul tramvaylar. Bu tomon mikrorayonga ketadi, aytganimdek. Bu tomon esa Sartepoga ketadi, bu tomoni vokzalga, yana Siyob bozorga ketadi.